Aldaral tumanidagi 7 universitet maktabida 4-sinflar o'quvchilar bilan paylis masala o'tilishini kuzatish uchun kelindi. Bu informatika xonasi qayta remont qilinib, kompyuterlar joylashtirilgan. Mana bu yerda boshlang'ich o'qituvchisi, o'quvchilar uchun direktor o'rinbosari hamda informatika fani o'qituvchisi. Kompyuterlar ishlash tezligi. Birinchi kompyuter, ikkinchi kompyuter, uchinchi kompyuter, to'rtinchi kompyuter, beshinchi kompyuter ishlamay qoldi. 6-chi kompyuter ham yaxshi emas. 7 ham yaxshi emas. 8-chi kompyuter, 9-chi kompyuter, 10-chi kompyuter, 11-chi kompyuter, 12-chi kompyuter ishlamayapti. 13-chisi ham, 14-chi kompyuter va asosiy kompyuter. 5-chi kompyuter ishladi, tezligi 37. Kompyuterlarni qayta qo'yib chiqish kerak bo'ladi shekilli.